Hurmatli kuzatuvchilar, bugun xudo xolisa bizning podkastimizda 19 yillik tajribaga ega stomatolog, implantolog hamda Iftixor Dental Clinic asoschisi Iftixor aka bilan bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshisiz Iftixorga chaqirasizmi? Rahmat, chaqirgan ekansizlar. Keldik-da. Xudo xolisa. Xudo xolisa bugungi suhbatimizda barchaga manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Yaxshi suhbat bo'ladi deb o'ylaymiz. Unaqada boshlaymiz. Albatta. Birinchi navbat o'zingiz haqida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Men 1982-yilda tug'ilganman. Iftixor ismim. Shu shifokorlar oilasida tug'ilganman. Dadam, onam shifokor bo'lganlar, chirurg bo'lganlar. Akam farmatsevt, shu aptekar, o'zim ham shu sohaga kirganmiz. Shu doktorlikka, shifokorlikka, stomatologiyani tanlaganmiz. Nega aynan stomatolog yo'nalishida aynan implant qo'yish tanlagansiz? Nima sizni sabab qilgan shu narsaga? Endi qiziqish bo'lgan, shu dadam rahmatli xirurg bo'lganlar, o'shaning uchun men xirurg bo'laman deb orzu qilardik, o'shaning uchun shu xirurgiya sohasini tanlaganman-da, stomatologiyani. Bilamiz, baribir qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar har doim qiyin davrlar bo'ladi. Shu ishni boshlayotganingizda sizda mana shunaqa qiyin davrlarda o'zingiz qanaqa o'tkazgan shu narsa, qanaqa yenggansiz o'zi? Hammada ham bo'ladi. Ko'proq kitob o'qiganmiz, ko'proq o'qib, shu baribir yaxshi bo'ladi deb harakat qilganmiz har doim. Shunda sizning motivatsiyangiz nima bo'lgan? Yaxshi bo'lib ketishini bilishingizga motivatsiya nima bo'lgan sizda? Motivatsiya ota-onam bo'lganda. Shu ota-onamda sa'y-harakatlari bilan bo'lgan hammasi. O'qi deb o'qitishgan. Shundan keyin o'zimizda qiziqish boshlangan. Mana shunday qilib davom etgan. Karyerangizda o'zingiz eng tub burilishi, ya'ni sizni hozirgi darajaga olib chiqishingiz nima sababli? Chunki juda ko'p implantologlar bor, juda ko'p stomatologlar, lekin hamma hamki siz erishgan natijaga erishmagan. Shunga qanaqa voqealar yoki nimadir bo'lgan? Shu haqida ozgina aytib bera olasizmi bizga qiziq? Ota-onaning duosi ham bo'lish kerak deb o'ylayman, chunki shu 2013-yillarda adashmasam, shu endi gentralar modaga chiqqan paytda endi hech aytmayman o'ta gapni, bugun gap bo'lganicha aytyapman, esimga keldi. Bitta gentra salonga to'lov qilganman. To'lov qilib olib, endi u payt moda edi, yangi chiqqan mashinalar kam edi. O'sha yerda dadam rahmatliga olib borib berganman, salondan olib, kaliti bilan. Bolam shu sen menga mashina olib berding, senga bir samolyotlar nasib qilsin, samolyotlarda yurish deb duo qilganlar. Hammasiga mana shu duo sabab bo'lgan deb o'ylayman. Shundan keyin hammasi tezlashib ketganda, hammasi jarayon tezlashib ketib qolganda. Eng katta gap baribir duoda, to'g'ri? Ota-onaning duosi, ularni xursand qilish. Ota-onaning duosini olish kerak-da. O'sha duodan keyin shunaqa tez boshlangan klinikalar ochishim, klinikadan keyin endi boshqa bizneslarim ham bor, endi aytib o'tirmayman, do'konlar, boshqa o'sha bizneslarim hammasi birdan tezlashib ketaverganda. Mana shu klinika biznesim bordi, shu haqida bitta to'xtalib ketadigan bo'lsak, klinika biznesini ochish o'zi bu sizga fikr qachon kelgan? O'zi oldindan niyatim bo'lgan, baribir klinika ochaman deb, lekin shoshmaganmiz-da. Bir sekin-sekin ocharmiz, bir o'zining vaqti keladi deb kutganmiz. Shu birinchi klinika ochishdan oldin ikkinchi klinikaga yetadigan darajada pulim bo'lganda, shu daraja yig'ganimdan keyin ochganman. Tavakkal qilib, risk qilib ochmaganman. Qarzga botib yo arendaga olib qilmaganman-da. Shu sekin-sekin yig'ib, Xudoyim bergan rizqni yig'ib ochgan paytimda o'sha ikkinchi klinikaga yetadigan darajada mablag'im bo'lganda, o'shani hisobiga ishimiz davom etgan deb o'ylayman. Demak, har tomonlama o'ylab, puxta qilingan, rejalashtirib bu ishni qilgansiz. Shoshmaganman, masalan, tez ochib, hozir 2 yilda, 3 yilda bitirib klinika ochib olishga shoshilib, unaqa bo'lmaganda menda shoshmaganman, sekin-sekin hammasi bo'lgan keyinchalik. Birinchi klinika shunda nechinchi yilda ochilgan? 2019-yil ochganman. Shu paytlarga kelib o'sha ikkinchi klinikaga aytdim, boyagiday pulimiz yetadigan darajaga bo'lgandan keyin o'sha ochsam ham qo'rqmayman u yog'iga deb zapas bo'lgandan keyin ochganman. Shundan keyin davom etgan. Keyingi yilga ikkinchi klinika, undan keyingi yil uchinchi klinika. Hozir demak, hozirgi kunga qadar 3 ta klinikangizda filiallari bor, to'g'ri? 3 ta filialimiz bor. Yana ochmoqchi bo'lganman, qarasam o'sha ishlar ko'payib ketgan, chunki boshqa demak vaqt tarafi bilan bozorda ham endi do'konlarimiz bor 4-5 ta, to'g'risi. O'shaning uchun o'tga ham baribir ozgina vaqt sarflash kerak-da. O'shaning uchun to'xtatganman, bo'ldi deb. Men o'zim sizni 1 yildan oshiq taniydigan bo'lsam,
juda ham ko'p ahamiyat berganman. Ishga juda e'tiboringizni berasiz, ko'p vaqtingizni ishda o'tkazasiz. Chunki bemorlaringizni juda ham qadrlisiz. Shunga yarasha bemorlaringiz ham sizni qadrli. Menda tug'ilayotgan savol, sizga o'xshagan insonlar ham ishini, ham oilasini qanaqa bittada ushlaydi, ya'ni vaqt ajratish masalasida. Oilangizga vaqt ajratish juda ham yaxshi bilaman. Ham ishingizga ham juda vaqt ajratib qo'yasiz, chiroyli. Shu narsani qanaqa bu narsani eplasa bo'ladi? Chunki bilasiz, hozir juda ham ko'p odamlarda bu vaqt masalasi, vaqt to'g'ri taqsimlashni juda ko'p odam bilmaydi. O'shani reja qilaman-da, plan qilaman, reja bo'yicha ish olib boraman. Rejasiz ish bo'lmaydi. Oilamga mana shuncha kuni, mana shu kuni, mana shu soatda har kungi vaqtlarimni ajrataman. Yozib qo'yilganda, yozib boraman planlarimni qilib, uyda o'tirib har kuni bugun mana shuncha soat ishlayman, mana shuncha qilaman, bugun uni qilaman. Hammasi plan bo'yicha olib boraman. Demak, har bitta siz kunlik vaqtingizni minutigacha hisoblaysiz, to'g'rimi? Yozib qo'yaman, mana shu soatda mana shunaqa qilaman, mana shunaqa qilaman deb yozib qo'yaman. Esimdan chiqmasligi uchun har zaman qarayman, esimga keladi. Bugun mana bu ishlar qilishim kerak. Ertaga mana bu ishlar qilishim kerak, mana bu yerga borishim kerak. O'sha reja bo'yicha. Demak, vaqtingiz qadrini juda ham yaxshi bilar ekansiz. Shunaqa. Yana bitta tug'ilayotgan savol, muvaffaqiyatli inson bo'lish uchun ko'proq omad kerakmi yoki mehnatmi? Ikkalasi ham kerak. Chunki domla bor, Abror Muxtarali domla aytadi, agar ko'p mehnat qilganda eshak boyib ketgan bo'lardi deydi. Chunki juda mehnat qiladi-da, o'shaning uchun omad ham kerak, Alloh tomonidan berilgan omad bo'lishi kerak. Omad bo'lmasa ham bo'lmaydi. Zo'r o'qigan, eng kuchli kursdoshlarimizni ham bilaman, bitta ikkitasi boshqa ishga o'tib ketgan, boshqa bizneslar, ishi zo'r bizneslar, lekin stomatologiya bilan shug'ullanmaydi-da. O'shaning uchun har kimning o'zini omad yo'li bor-da. Demak, omadga ham ishonish kerak emas, o'sha omadga yarasha mehnat ham qilish kerak, omad topish kerak, mehnat ham qilish kerak, lekin omad ham kerak baribir. Endi xudo xolasa, stomatologiya bo'yicha savollarga o'tamiz. Juda ham ko'p bizani yurtda aytiladigan gap, xalqimiz orasida bilasiz, O'zbekistondagi stomatologiya juda ham qimmat degan gap bor. Buni juda ham ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak o'zingiz ham. Ko'p eshitaman. Shu narsaga fikringiz qanaqa? Rostdan O'zbekistonda stomatologiya juda ham qimmatmi yoki-da bunga yarasha bizda apparaturalar qimmatroqmi? Nima sabab bunga? Bunga sabab bizda O'zbekistonda oyliklar kamligi uchun deb o'ylayman. Chunki chet ellarda oyliklar yaxshigina. Misol uchun bizda Koreyaga borib ishlab kelishyapti, $3000, $4000 oylik olishadi. Qora ishda ishlashadi-da, lekin $3000, $4000 oylik olishadi. Oyligi yaxshi-da. O'shaning uchun biz Koreyada misol uchun implantlar sotib olamiz. Dollarga sotib olgandan keyin dollarga qo'yiladi, misol uchun. Narxi qimmatroq keladi-da, kirib kelgandan keyin. Ular uchun arzimas pul, katta pul bo'lmaydi. Chunki oyligi yaxshi ularda. 6000, 7000 o'zi mahalliy aholisi oylik oladi o'rtacha. Undan $2000, $3000 tishiga ajrata oladi-da. Bizda $2000, $3000 oyligi yo'q, qanaqa ajratsin uncha pulda tishiga. O'shaning uchun yig'ishga to'g'ri keladi. Ma'lum bir vaqt yoki qanaqadir boshqa bizneslar bo'lish kerak bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, eng ko'p pul topadiganlar bu stomatolog vrachlar bo'ladi, lekin o'zi bilishmaydiki, unda stomatologiya ishlatilgan har bitta jihoz, har bitta o'sha qo'ydiradigan tish deymiz, implant deymiz, aslida uni tan narxi ham juda qimmat bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa, qimmat bo'ladi. O'shaning uchun bizda boya aytgan oylik ozligi uchun xuddi qimmat ko'rinib ketadi-da. Aslida bizda juda arzon. Misol uchun qo'shni davlatlardan juda ko'p kelishadi. Qozog'istondan, Tojikistondan ham kelishadi, Dushanbelardan, keyin Rossiyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan juda ko'p patsientlar, Kanadadan juda ko'p kelishadi, tishlarini qildirib ketishadi. Bizda juda arzon deb. O'zbekiston nimaga arzon bunchalik sizlarda deb bizda kelib qildirib ketishadi-da. Nimaga bizda $2000 implant, sizlarda $170, $200? Nega sizlarda arzon? Farqi nimada deb so'rashadi. O'zi aslida bizda arzon, to'g'rimi? Aslida juda arzon. Bizda prosta oylik kamligini hisobiga qimmatdek ko'rinadi-da. Asl sababi shunda. Agar oyliklar shunaqa bo'lsa, Amerikaga o'xshab $7000, $8000, $10000 oylik bo'lsa, arzimas bo'lib qoladi. 10 ta implantni oyligini bir ma'lum bir qismiga, 10dan bir qismiga qo'ydirib olgan bo'lardi. Ya'ni sizning yo'nalishingiz hozirgi implantologiya yo'nalishi oxirgi 3 yil, 4 yilda adashmasam, juda ham ko'p odamlar shu narsani tushunadigan bo'lib qoldi va juda ko'p odamlar savol tug'iladi baribir o'z implantni va haligacha tushunmaydigan odamlar bor. Implant haqida har xil mifli eshitasiz o'zingiz. U har kuni konsultatsiyangiz bo'ladigan jarayon. Qisqa qilib tushuntirib bera olasizmi? Implant o'zi nima va nima uchun kerak va qanaqa odamlar uchun? Implant umuman tishi yo'q insonlar uchun yoki tishini yo'qotgan insonlar uchun kerak bo'ladi. Umuman tishni davolashga yaroqsiz holda davolab bo'lmaydigan bo'lsa, ko'rsatmalarda unda olib turib o'sha joyga implant qo'ygan ma'qul. Endi yondagi sog' tishlar aralab tashlagandan ko'ra yoki protez tish taqadigan insonlar bor, ularga implant tavsiya qilinadi.
qilinadi, o'sha jag' suyagiga o'rnatiladi, qotiriladi va o'sha ustiga tish o'rnatib beriladi. Qulaylik, afzalliklar ko'p ancha, olinmaydi, komfort zonada yashashadi. Implantni o'z vaqtida qo'ymagan bemorlarni kelajakda qanaqa muammolar kutadi, aynan sog'lig'i bilan? Agar implant qo'yilmasa, tishlar siljishi mumkin o'z o'rnidan yoniga qarab. Suyaklar yemirilishi ketadi, bari o'sha tish olingan joylarda atrofiga ketadi. Sabablar keyin bo'g'imlarda og'riq paydo bo'lishi mumkin. Har xil. O'shaning uchun vaqtida qo'ydirgan yaxshi. Qancha kech qo'ysa, shuncha qiyinlashib boraveradi-da. Demak, bitta dona tish o'rniga implant qo'ymaslik bu yondagi boshqa sog'lom tishlarga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin, to'g'rimi? Shunaqa. Siz o'zingizda misol uchun ish jarayoningizda eng ko'p sodir bo'ladigan, insonlar qiladigan xatolar qanaqa? Ya'ni juda ham elementarniy xato, lekin mana shu elementarniy qiladigan odatiy ularni qiladigan ishi tishdagi bo'ladigan muammolarga olib keladi. Salbiy odat, endi uni sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Uni misol uchun tamaki mahsulotlari ko'p chekishi mumkin. To'g'ri yuvishni bajarmasligi mumkin. Uni ham shotkani qanaqa foydalanishni bilish kerak-ku. Yaxshi tozalamaslikdan tish toshlari yig'ilib, tish yo'qotishga sabab bo'ladi. Yoki yo'ldosh kasalliklar bo'lishi mumkin. Ichish kasalliklar, misol uchun sahrin, diabetda yoki boshqa kasalliklarda ham tishlar yo'qotilishi mumkin. Yana eng ko'p odamlar qo'ydirayotgan narsa bu hozir vinir bo'lyapti menimcha. Ya'ni anaqa Gollivud kulgusida ham deyishyapti u narsani. Shu haqida ozgina ma'lumot berib keta olasizmi? O'zi uni asosan kimlar qo'ydiryapti, kimlar tavsiya qiladi o'zi vinir nima o'zi? Vinirni sog'lom tishlarga hech qachon tavsiya qilmaganman o'zim. Hech qachon. Uni qachon taklif qilaman vinirni? Tishlar stiraymas bo'lib ketgan bo'lsa, yedirilib ketgan bo'lsa, kichrayib ketadi bir-biriga ishqalanish jarayonida. Ularda sezuvchanlik ko'payib ketib qoladi. O'sha sezuvchanlikni yo'qotish uchun yoki tish bo'g'imlari cho'kib ketib qoladi. Tishlar pasaygandan keyin o'shani davolash uchun sustavni, keyin har xil karieslar yoki tishlari qiyshiqroq bo'lsa, o'shalarni tekislash uchun qo'yilsa bo'ladi. Faqat oqartirish, estetika uchun bo'lsa qo'ymagan bo'lardim. Tavsiya qilmayman. Demak, oddiy qo'pol qilib aytganda, o'zini tishini ko'z-ko'z qilish uchun qo'yish tavsiya qilmaysiz. U faqat sog'lig'i bilan qanaqadir muammo bo'lganda qo'yish tavsiya qilasiz. O'zingiz bemorlaringiz ham shunchaki tishlarim sog'lom, lekin vinir qildirmoqchiman desa, siz bu narsani qilmaysiz. Men qancha pul berishdan qat'iy nazar. Yo'q, qilmayman. Agar qiyshiq bo'lsa tishlari tekislash uchun yoki steraymiz boyagi sabablar bo'lsa, vinir qo'yib beramiz. Bo'lmasa qo'ymaymiz. Tushunarli. Rahmat javob uchun. Xo'p, baribir kuzatuvchilarimizning orasida baribir tishi bilan muammosi bo'lgan juda odamlar ko'radi bizani, xudo xolasa, bilamiz bu narsani. Ularga qanaqa maslahat berarsiz? Kundalik tarzda, kundalik hayotda o'sha narsaga rioya qilsa, tishi bilan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Tish bilan muammo bo'lmasligi uchun avvalambor har 6 oyda stomatolog ko'rigiga borib turishni tavsiya qilaman. Keyin tishda albatta 2 mahal yuvib turish kerak. Ertalab ovqatdan keyin, kechki ovqatdan keyin yuvib turish kerak bo'ladi. Tishlarni yaxshilab tozalab, keyin shu vitamin D bilan kalsiylarni ham qonda analizlarini tekshirib turish kerak, normada ushlab turish kerak. Demak, tishi o'ziga kerakli bo'ladigan vitaminlarni muntazam tarzda ichish kerak, to'g'rimi? Baribir kerak, tekshirib turish kerak-da. Agar normada bo'lsa ichish kerak emas. Normada pasayib ketgan bo'lsa, shu kunlarda o'zim statistika qilib ko'rdim. 50 ta patsiyentimda implant qo'ydirgan keyin 50 ta patsiyentimda yuborib ko'rdim. Atayin yozib bordim-da jurnalga. 50 ta patsiyent vitamin D ga topshirtirdim. Misol o'rtacha 70, 80, 100 bo'lish kerak. Normada 100 bo'lish kerak. Bizda 18 dan yuqori chiqmayapti-da. Shu 50 ta topshirganning birontasida 30 ham chiqmadi-da. Hammaniki 12, 13, 7, 15 juda ham pastda vitamin D. Balkim bizda ekologiyamiz to'g'ri kelmayapti. Demak, normada emas vitamin D. Normada emas O'zbekistonda, chunki hamma quyoshdan qochadi, qorayib ketmayin deb quyoshda yurmaydi. Quyoshdan vitamin D olmaydi. Yeydigan iste'mol qiladigan ovqatlarimizda vitamin D deyarli yo'q. Chunki moreproduktlar yo'q. Bizda dengiz mahsulotlari yo'q. Kam juda ham. O'shaning uchun baliqda har kuni ham yemaydi. Vitamin D ko'proq deydigan bo'lsak, hamma ham bir oyda bir yesa ham. O'shaning uchun ham ratsionda kamda, bizda ovqat ratsionimizda kunda baliq qovurilmaydi. O'shaning uchun vitamin D kamayib ketgan. Bu ham tishda yo'qotilishga sabab bo'ladi.